Nima dedilar? Qilib berarkanlarmi? Qizim, o'zi shu kunlarda dadangni mazasi yo'q. Zo'rg'a yuribdilar. Boshlari qattiq og'riyaptilar. Lohas bo'lyapti. Oyi, sizdan dadamni sog'lig'ini so'rayotganim yo'q. Aytganlarimni qilib beradilarmi, yo'qmi? Bolam, men senga vaziyatni aytyapman-ku. Dadang bechora o'zi davolanishga pul yig'yaptilar. Shunga Oyi, endi menga shuni bahona qilyapsizmi? Tushunsangiz-chi, axir tug'ishimga 2 oygina qoldi. Meni sharmanda qilmoqchimisizlar hamma dugonalarimni oldida? qizim tinchlan. Oyi, bilasizmi? Hamma tuqqan o'rtoqlarim ota-onasi qilib beryapti hamma narsani. Qizim tushun. Axir dadang O'rtoqlarim hammasi chiroyli mashinalarda chiqishyapti. Dabdaba bilan tug'ruqxonadan qanaqa chiroyli bo'lib chiqishayotganini ko'rsangiz edi. Salondan parikmahir masterlarni chaqirishyapti uyligiga. Bitta men tug'ruqxonadan erimni mashinasida sho'ppayib chiqamanmi endi? Xo'p qizim, asabiylashma.